Video boshlanishdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Qani o'zi ketdi. Ketdimi? Bu qishloq ham buncha uzoqqa. Yo'qlarim o'g'rib ketdi. Shu to'xta dam olay. Yo, barchaga salomlar, ularlarcha. Sen bu yerda nima qilib yurgan bo'lsang desangiz, men bir qishloqni qidirib yuribman. U 13-qishloq, ya'ni Kompotning qishlog'i. Kompot menga telefon qilib aytdi, men qishlog'imga keldi. Oyoqlarim o'g'rib ketdi, qirib o'tiray. So'yib uyidan olaman. Ya, Kompot menga do'stimni o'rniga tezroq borishim kerak. Nima? Qishloq? Mana qo'yatmay qishloqqa yetib keldim do'stlar. Qishloqqa yetib keldim. Qani. Bu yoqqa mer ham bo'lishi kerak, mer. Lekin meni do'stim yo'qmi, menimcha do'stlar. Mana u mer. Menimcha o'sha trasdan uslab qo'ylayotgan. Meni ko'rmaydi, qishloqlarni qaranglar do'stlar. Amcan shu meni do'stim mana shu yerda bo'lishi kerak. Alo, Kompot. Cho'ta ovoz chiqarmayapti. Uyda ekran hamma narsa olib chiqargan, mebellar yo'q. Bu yerda ham hech narsa yo'q. Bu yerdan so'rab ko'raylik qani. Alo, mer. Kim bu? Assalomu alaykum, mer. Va alaykum assalom. Men seni qishloqqa ko'rmagan ekanim. Sen kimsan? Ismingni ayt. Men Lanchiman, men sizlar qishloqqa ko'chib keldim. Men Kompot do'stimni cho'qirgan edi. Kompot qayerda? Kompot uzoq safarga ketgan, ya'ni Argentinaga ketgan. Ular hozir kelmaydi. Men seni shu Kompotning uyida mehmon qilaman va sen Kompotning uyida turib qolasan. Ya'ni butun umrga. Rahmat. Mer, katta rahmat, lekin menga bironta ish topilmaydimi? Mening pulim yo'q-da. Senga ish bilmasam endi. Bir ko'ray qani, cho'q uyiga bor qani, ketmi senga aytaman. Mayli, rahmat, mer. Yo do'stlar, meni uyim bo'ldi, lekin Kompot do'stim ketgan deganda Argentinaga u nima qilar ekan? Bilmasak. Men qilmadim. Joyiga ekib qo'yamiz. Tashlab bor, bizga sabzi nima kerak? Mana endi ana shu mening uyim. Burishga mebellar ham yo'q ekan. Mebellarni yashayman. Siz mebellarni yuzib bo'lib ketibdi Kompot. Короче, do'stlar, men bu uyni ta'mirtalab ekan. Ta'mirlagandan so'ng videoni yoqaman. Mana do'stlar, men uyni upgrade qildim. Sizlar uyimni ko'rsaman. Mana bu yerda fakirlarni qo'yib chiqdim. Bu yorug'roq bo'ladi. Yana keyin divan qo'ydim, kompyuter qo'ydim, notebook, mana bu yerda pechka, verstak, o'zim narsalarimni solib qo'ydim. Bu yerda eng maxfiy narsa. Meni eng kerakli narsalarimni solib qo'ydim. Qora kunlar uchun. Mana bu yerda bir skarel bor. Otma eshitmadim, qishloqlar aytib yurishadi. Maynaga odam ekan deb. Mana bu yerda esa glok bor do'stlar. Meni buni astagina joyga solib qo'yamiz. Hech kim bilmasin yana. Endi buni ustiga qo'yib qo'yamiz, yana hech kimga aytib yurmanglar, u yerda qurol bor deb militsiyaga. Endi men nolga borib ko'ray qarim, men ish topilmadim deb. Qani. Ana shu fermani bersa yaxshi bo'lardi, lekin. Alo, tiq, mer. Kir.
Assalomu alaykum mer, yana bir marta. Va alaykum salom. Menga ish topildimi? Da topildi. Nima ish qilayman? Son endi mana bu yerdagi uy to'g'risidagi ferma bor-ku. Da, ferma bor. Mana o'shani fermerlik qilasan. Короче, fermerlik bo'lasan-da, fermer bo'lasan. Rahmat. Menga o'sha nima deysizmi, ketman deysizmi, nimadir deysiz, o'shani berasizmi? Yo'q, uni o'zing to'g'lab olasan. Bir vijvoyna qilqani men ko'ray seni. Ha, mayli mer. Ha, rahmat ber. Oylik berasizmi bunga? Da beraman. Ha, rahmat. Ketdik do'stlar, bizning ishimiz ham bo'ldi. Endi do'stlar, biz ishlik bilamiz, pulimizni olamiz. Короче, men qanday qilibdir? Hech shunday to'shlik yashashim kerak. Kirkam o'zimga ekan. To'sh qavlayman. One hour later. Mana do'stlar, birdaniga men temirlikdan yasab oldim. Ancha ketadi endi ishdan boshlaymiz. Oho. Oson ekanki ish. Nima qilamiz buni? Oson ekan. Endi bu yo'lni olamiz. Judayam ko'p, 305 ta kartochka va 305 ta sabzi chiqdi. Suvga tushganlari ham bor, lekin ularni hozir olamiz. Mana bitta tushibdi. Mana bu yerda-chi? Bu yerda tushmabdi. Hammasi teruvlik. Suvga tushgan yo tushmagan. Endi bular qaytib ekib chiqamizmi nima? Ekib chiqaylik, qani berga aytamizki. Tugadi. Bir qatorni ekib yurlik, bir qatoriga kartochka edi menimcha. Mana shundan ham ekib yurlik. Bunisiga nima edi? Esla. Ancha kartoshka edi. Ik. Merga yetib beramiz. Mana do'stlar, biz ishni qilib bo'ldik. Endi buni merga yetib berish kerakmi nima? Yetib beraylik qani. Bu videoni ko'rgan, yetib bergan edi. Qani? Mer kirsam bo'ladimi? Kir. Mer, ana men 43 ta sabzi, 40 ta kartoshka olib keldim. Sizga beraymi? Da menga ber. Mang. Deb o'z kartochkani tashlayman. Mana. Men oylikni qachon olib ketsam bo'ladi? Bir oydan keyin. Hozir olsam bo'lmaydimi? Olsang bo'ladi, prosta keyin bir oydan keyin ola olmaysan. Ha, bir oydan keyin olaman. Oylikni hech pul bo'ladi. Bir stak izburut bo'ladi. Ha, rahmat ber. Xayr. Mayli, zo'bir. Mana do'stlar, biz merga sabzavotlar topshirib bo'ldik, endi konturini ettiramiz. Kam turman edi. Ana, video ko'rayotgansiz, konturini qo'yibdi. Top. Siz YouTube kanal ochdingiz. Videolaringiz uchun qayerdan sifatli previewlar topishni bilmayapsizmi? Unda sizga Abdurauf akamizni tavsiya etaman. Abdurauf akam sizga chiroyli sifatli previewlar tayyorlab beradilar. Abdurauf akamizni qayerda topaman deb o'ylagan bo'lsangiz, kommentdagi silka orqali kirib, o'zlarining Telegram lichkalariga o'tishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, pastdagi nomerlar bilan aloqaga chiqishingiz mumkin.